Assalomu alaykum. Bugun kimyo ziyo kitobidan ikkinchi variant masala yechimlarini ko'ramiz. Birinchisi, kimyoviy hosillarni saqlaydigan struktura birligini belgilang. A javob bo'ladi. Bu 7-sinf darslikda nazariy berilgan. Ikkinchisi, propan, propilen va propin 6, 4, 7 massa nisbatida bo'lsa, 255 gram aralashma tarkibidagi propilen hajmini normal sharoitda toping deyilgan. Buning uchun biz massa nisbatlarini bir-biriga qo'shib oldik. 17 chiqdi. Keyin bizga jami eritma massasini bergan 255 gram bergan. Buni 17 ga bo'lsak, har bir moddaning grami, ya'ni massasi kelib chiqdi. Endi bizda faqat propilennikini so'ragani uchun propilenning massa nisbati 4, 4 ni 15 ga ko'paytirsak 60 kelib chiqdi. Demak, eritma tarkibida, aralashma tarkibida 60 gram propilen bor. Endi 42 gram propilenning massasi nr 42 gram 22,4 litr bo'lsa, normal sharoitda 60 grammimiz qancha deb topsak, 32 litr kelib chiqdi. Javob B javob. Uchinchisi, bir taqsim 55 gram marganez oksidi tarkibida 5 taqsim 515 gram marganez bor. Oksid formulasini aniqlang degan. Buning uchun biz 5 taqsim 515 marganezni massasini 5 ga bo'ldik, qisqartirib oldik. 1 taqsim 103 kelib chiqdi. 1 taqsim 103 bitta marganezga teng bo'lsa, ya'ni 55 gramga teng bo'lsa, 1 taqsim 55imiz qancha deb topsak, 103 kelib chiqdi. 103 jami oksidning ml bo'ladi. 103 dan ma'lum qism marganezni 55 ga ayirib olsak, marganezning mlini 48 faqat kislorodga qoldi. Nechta kislorod borligini topish uchun 48 da 16 ga bo'lsak, 3 ta kislorod borligi bizga ma'lum bo'ldi. 3 ta kislorodli oksidimiz marganez 6 oksid. Javob B.